Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va qadrli talabalar. Bugun sizlar bilan eksperimental psixologiya fani bo'yicha mavzularimizni ko'rib chiqishda davom etamiz va bugun ilk darsimizni kasbiy psixologiya fani bo'yicha kasbiy psixologiyaning rivojlanish tarixini mavzusini ko'rib chiqamiz va ushbu mavzu yuzasidan kerakli ma'lumotlarni o'zimiz uchun qabul qilib olamiz. Kasblar psixologiyasini mustaqil fan sifatida shakllanishini 3 ta bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqich 19-asrning oxirida mehnatni ilmiy tashkillashtirishning psixologik masalalari hal qilinadigan psixotexnika yo'nalishi paydo bo'lishi bilan bog'lash mumkin. Shuningdek, psixotexnika taraqqiyotining asosiy masalalari bu mehnat sharoitlari va ushbu usullarni ratsionalizatsiya qilish bilan hamda mehnat jarayonidagi shikastlanishlarni kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ta'limni shakllantirish masalalariga e'tiborni kuchayishi bilan bog'lashimiz mumkin. Va ushbu holatda turli kasb egalarida kasbiy jarayonda keladigan ruhiy yoki jismoniy zo'riqishlarni imkon qadar yengillashtirish faqat o'sha kasbiy rivojlanish davomida samarali natijalarga erishish uchun qanday jihatlarga e'tibor berilishi tahlil qilinishi 19-asrning o'rtalarida ko'proq e'tibor talab qildi va shuning uchun ham kasbiy psixologiyaning rivojlanishining birinchi davriga ushbu masalalar to'g'ri keladi. Ikkinchi bosqich bu 20-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Kasb psixologiyasi mustaqil ilmiy soha va mehnat psixologiyasining rivojlanishi va bu boradagi juda ko'p kasbiy tadqiqotlar masalalari amalga oshirish uchun yuzaga keldi. 20-asr boshlarida insonlar shug'ullanayotgan barcha kasblarni tadqiqot davomida aniqlash, kasbiy jihatlarni tadqiq qilish, kasbdagi kerak bo'ladigan zarur sifatlar va kasbiy malakalarga qaratilgan tadqiqotlar ikkinchi bosqichni yuzaga keltirdi va shuningdek kasbiy tanlov masalasi bu asrda juda ham ahamiyatli dolzarb masalalardan biri edi. Nafaqat kasbiy tanlov, balki kasbiy maslahat hamda mehnat ekspertizasi masalalari kabi bilimlar ham yuzaga keldi. Natijada ushbu bilimlar asosida kasbiy psixologiyaning ikkinchi rivojlanish bosqichi amalga oshirildi. Kasbiy psixologiyaga doir barcha buni kasbiy tanlovlarni amalga oshirishda inson ruhiyatining o'rni beqiyos ekanligini e'tirof etishimiz mumkin. Chunki inson har bir bola dunyoga kelar ekan, u bir ma'lum layoqatlar bilan yoki talant kurtaklari bilan dunyoga keladi va bu layoqatlar kelajakda shu insonga kasb tanlashi uchun yordam beradi. Nafaqat insondagi layoqatlar yoki talant kurtaklari, balki inson temperamenti, ya'ni individual psixologik xususiyatlari yoki uni bilish jarayonlari yoki psixik holatlari, emotsiyalari, hissiyotlari, motivatsiyasi, yo'nalganligi kabi bir qator psixologik hodisalar insonni kasb tanlovini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Va kasbiy tanlovni amalga oshirishni yana bitta jihati shundaki, jamiyatda doimiy ravishda kasblar mutanosiblig'i bo'lishi kerak. Kasbiy tanlovni amalga oshirayotganda biz ko'pincha boshlang'ich sinf o'quvchilari yoki o'smir bolalardan so'raganimizda ular kasbning tashqi ko'rinishiga, kiyimiga, alohida ajralib turuvchi formalariga yoki oylik maoshlariga yoki jamiyatdagi obro'yiga e'tibor berib kasb tanlashni ular yoqtirishadi. Lekin hammaning prokurorlik kasbiga qiziqishi jamiyatdagi obro'siga ko'ra yoki alohida ajralib turuvchi formasiga qarab militsionerlik kasbiga, ichki ishlar xodimlari bo'lishiga qiziqishi bu to'g'ri kelavermaydi. Chunki jamiyatda hamma kasblar bir-biriga mutanosib bo'lib tanlanganda va mutanosib rivojlanganda ular inson taraqqiyoti uchun xizmat qilishini yoshlarga tushuntirib o'tishimiz kerak. Va uchinchi bosqich, kasbiy psixologiyaning rivojlanish tarixidagi uchinchi bosqich bu kasbiy psixologiyaning alohida milliy, mustaqil ilmiy fan sifatida rivojlanishini taqozo etdi va kasb psixologiyasi mustaqil fan sifatida rivojlanish asnosida uchinchi davrni boshdan kechirdi va bu uchinchi bosqichdagi eng katta hodisa bu aqshlik olimlar Kretes va Superni ishlarida ko'zga tashlangan
ammo chet el psixologiyasi tajribasi asosida to'plangan ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri bizni o'zbek psixologiyasida, o'zbek mentalitetida biz to'g'ridan to'g'ri foydalana olmaymiz va chunki mentalitetga xos bo'lmagan ayrim jihatlar bor va shuning uchun ham lekin kasbiy psixologiyani aynan mustaqil fan bo'lib rivojlanishda ushbu amerikalik olimlarni Kretesni va Superni xizmatlarini e'tirof etish maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'ziga xos ijtimoiy iqtisodiy sharoitlar va ijtimoiy madaniy an'analar yurtimizda o'zimizga, millatimizga xos bo'lgan milliy kasb psixologiyasining rivojlanishiga sabab bo'lmoqda va keyingi yillarda ko'plab kasblar asnosida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar va olib borilayotgan ishlar yuzasidan bunga misol keltirishimiz mumkin. O'zbek psixologiyasida juda ko'p olimlarimiz, aynan vohadoshimiz Botirrahmon Quluch Qodirov, psixologiya fanlari doktori, professor, yoshlarni kasb hunarga yo'naltirishi bo'yicha juda katta ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirganliklarini e'tirof etishimiz kerak. Kasb psixologiyasi taxminan 20-asrdan boshlab asos solinib kelingan bo'lib hisoblansa-da, bunda insonlarning ko'proq qobiliyatlari, ehtiyojlari, xohishlari, istaklari, imkoniyatlari va yuqorida aytganimizdek individual xususiyatlari va bu kabi bir qator omillar bizni kasb tanlashdagi, kasblar olami haqidagi bilimlarimizning yetarli bo'lmasligi ba'zida noto'g'ri kasbni tanlab qo'yishga ham sabab bo'lmoqda va insonlarni aynan ularning eng yuksak taraqqiy etgan psixikasini e'tirof etar ekanmiz. Insonda hissiy rivojlanganlik yuqori darajada bo'ladi va uni ongi bilan bog'liq, lekin negadir ba'zi holatlarda aynan insonlar tomonidan kasbni ongsiz ravishda tanlab qo'yilishini ham kuzatishimiz mumkin. Va kasblar tanlash yuzasidan insondagi bir qator psixik hodisalarni sanab o'tar ekanmiz, sabab bo'lgan holatlarni sanab o'tar ekanmiz. Kasb hunarga yo'naltirish nafaqat insonlarni ilk o'spirinlik davrida, chunki bu davrda odamda yetakchi faoliyat aynan kasb tanlashga nisbatan bo'ladi, balki bundan ham avvalroq boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham e'tiborli bo'lib, ularni hayotda to'g'ri kasb tanlashlari uchun yo'nalishlar berishimiz zarur. Yuqorida aytganimizdek, kasblar tanlovida ijtimoiy hayotda albatta mutanosiblik bo'lishi bu eng yaxshi ishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Sababiki yaxshi shifokor yoki xirurgni juda samarali faoliyatida hamshiraning o'rni beqiyos ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Agar hamshiraning ilmi yoki kasbiy qobiliyati yoki kasbni egallash malaka va darajasi yuqori saviyada bo'lsa, demak u xirurgni ish samarasini faoliyat bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rib o'tishimiz mumkin va mana shu ikkita kasb, hamshiralik va shifokorlik, ular bir-birini yutuqlari uchun mutanosiblikda bo'lishi kerak. Garchi agar shifokor juda malakali, lekin hamshiralarda ozgina ilmsizlik, no'noqlik kuzatilsa, bu yerda samarali faoliyat bajarilishiga to'sqinliklar vujudga kelishi mumkin. Kasb rivojlanishda davom etar ekan, eng o'sha kasblarni tanlovda juda katta tadqiqotlarni amalga oshirgan Yevgeniy Klimovni alohida biz aytib o'tishimiz kerak va mana shu Klimov kasbiy psixologiyada o'z tadqiqotlarini amalga oshirar ekan, kasb tanlashni, kasbga yo'naltirish kabi bir qator masalalarga e'tibor qaratgan va u o'zini aynan differensial diagnostik so'rovnomasi metodikasini ishlab chiqqan va ushbu metodika orqali yoshlarni kasb tanlashga yoki kasbga yo'naltirish mumkin va bu faoliyatni bajarishda ushbu differensial diagnostik so'rovnoma katta yordam bera oladi. Va Klimovdan tashqari yana ko'plab olimlar ham bu masalalar bo'yicha ish olib borganlar. Asta-sekin jamiyatda kasb tanlashga nisbatan ongli yondashuvlar kuzatila bordi va insonni kasbga bo'lgan layoqatini, ularni kasb tanlashga bo'lgan aynan o'sha farqlarni keltirib chiqarishni o'rganuvchi diagnostik so'rovnomalarni amalga oshirish oqibatida odamlarda birgina maqsad ongli ravishda o'zi xohlab, o'zi qiziqqan soha bo'yicha ularni kasb tanlashlariga yo'naltirish ishlari amalga oshirildi.
kasb psixologiyasini psixologiya fanlaridan ajralib chiqishi balki o'zini kasbiy bilim, kasbiy ko'nikma va malakalarni hamda umuman kasblar olamiga kirib borishiga asoslangan holda davom ettirildi. Kasbiy psixologiya yuzasidan aynan biz o'zbek olimlarini e'tirof qilib, Botirahmon Qo'ychi Qodirovni aytib o'tgan bo'lsak, bundan tashqari ustozlarimiz Davletishin ishlarida yoki G'oziyev ishlarida, Zamira Nishanova ishlarida, Vasila Mamanasirovna Karimovada o'sha ijtimoiy amaliyotga qaratilgan bir qator ma'lumotlarni e'tirof etib o'tishimiz lozim va aynan kasbiy tanlovlarni amalga oshirishda bugungi kunda kasb psixologiyasini o'qitilishida yoki kasbga yo'naltirish ishida ko'plab o'zbek olimlarining tadqiqot ishlari ham munosib o'rin egallaydi bu fandan. Kasbiy psixologiyada o'sha shaxsni kasbiy jihatdan shakllanishini o'rganiladi va bunday shaxs rivojlanishi kasbiy shakllanishni sifatida ko'rib chiqdik. Kasb psixologiyasi, mehnat psixologiyasini o'sha kasbning psixologik komponentlarini yoki muayyan kasbga ishlovchilarga nisbatan qo'yiladigan psixologik talablarni ko'rib chiqishimiz yoki aniqlashimiz mumkin holda e'tirof etiladi va ilmiy tahlil qilish bilan shug'ullanuvchi bo'limdan iborat bo'lib hisoblanadi. Kasbiy psixologiyada o'sha aynan shu fan bilan shug'ullanuvchi olimlar shaxsda yashovchanlik sifatlariga quyidagi ko'rsatkichlarni kiritib o'tishadi. Masalan, shaxs xususiyatlari o'zining xususiyatlariga munosib bo'lgan kasbni tanlashlari yoki bajarayotgan ishga qo'yilgan talablarga yuqori darajadagi tayyorgarlikni amalga oshirishlari kerak. Uchinchidan, hayoti davomida aynan shug'ullanayotgan kasbi bo'yicha ta'lim olib borishlariga har doim tayyor holatda bo'lishlari kerak. Har qanday kasb bilan shug'ullanayotgan odam madaniyligi, o'zga kishilarni qadr-qimmatini va farqlarini ajrata bilishi kerak. Bundan tashqari hozirgi zamonda eng katta yuqori bosqichlarga chiqib ketayotgan kompyuter va axborot texnologiyalaridan mustaqil foydalana olishni bilishlari kerak. Keyingisi bir necha sohalarda kasbiy mahoratini namoyon qila olishlari kerak. Buni biz aytar ekanmiz, har bitta shaxsdagi akademik bilimdonlikni nazarda tutamiz va insonlar bir necha kasblarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tayyor bo'lgan holatlarda ular o'zlarining kelajagini foydali va samarali qilib olishlari uchun yanada yuqori darajada harakat qilishlariga sabab bo'ladi va keyingisi yangi loyihalar taqdim qilish tashabbusiga ega bo'lish va keyingisi ishda hamkasblar bilan hamkorlikda ishlash ko'nikmasiga ega ekanligi. Chunki aynan korxonalarda ishlayotgan xodimlarda o'zining hamkasblari bilan hamkorlikda ishlash samarali faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Va kasbiy yashovchanlik ko'rsatkichlarini olim, kasb psixologiyasida tadqiqotlar olib borgan olim Farren quyidagicha ko'rsatkichlarni kiritib o'tgan. Kasb tashkilot maqsadlari bilan chambarchas bog'liqligi va ishlab chiqarish sohalari bilan uyg'un ravishda va har bitta kasbning o'z komponenti va qobiliyatlaridan foydalanish imkoniyati borligi, shaxsiy va moliyaviy ta'minlanganlik, kasb bo'yicha shaxslar uyushmalarining mavjudligi, mahoratga yetaklovchi bilimga egalik, yoshdan qat'iy nazar har qanday kasb turi bilan shug'ullanuvchi odamlar kasbiy muvaffaqiyatda mustaqil bo'lishlarini bu kasbning alohida xususiyatlariga keltirib o'tganlar. 20-asrning boshlarida Amerikada va Yevropada rivojlangan va mehnat mahsuldorligini oshirish uchun, ishlab chiqarish samaradorligini yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqishi uchun kasblarda bog'liqlik qonuniyatlari o'rganilgan edi va ushbu qonuniyatlarga ko'ra insonlardagi kasbiy rivojlanish muammolarini o'rganishga turli xil yondashuvlar asosiy 5 ta yo'nalishda shakllanadi va bularning birinchisi differensial diagnostika deb nomlanadi, ikkinchisi psixoanalitik yondashuv deb nomlanadi, uchinchisi qaror qabul qilish nazariyasi va to'rtinchi taraqqiyot nazariyasi hamda beshinchi tipologik nazariya bo'lib hisoblanadi. Mana shu 5 ta yo'nalish butun dunyo bo'yicha insonlarning kasbiy faoliyat bilan yaxshi shug'ullanishlari va ularni kasbda muvaffaqiyatga erishishlarini ta'minlab beruvchi barcha kasbiy psixologiyadagi bilimlarni o'zlarida mujassam etib olishadi. Va siz bilan ushbu bugungi kasb psixologiyasini rivojlanish tarixi mavzusini Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori men Almardanova Salomat Bobonazarova olib bordim. Agar sizda bugungi mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lsa yoki fikrlaringiz paydo bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan kanallarimizda yoki mobil telefon aloqalarida, Telegram kanallarimizda sizni savollaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.